U ko'rinishidan juda xavfli, novchadan kelgan, kuchli va baquvvat. Undan hamma ham qochib qutula olmaydi. Bo'yi deyarli 180 santimetr. Biz uni nima deb atashni ham bilmaymiz. Balki u Kuban manyagidir. Taksi haydovchisi bular ayollarni tiriklayin yoqib, tomosha qilishni yaxshi ko'rgan shafqatsiz manyakka odamlar bergan laqablardan bir nechtasi xolos. U ba'zi qurbonlarning jasadlarini ishga olib borib, ular bilan hatto yo'lovchi ham tashigan. Oddiy ishchining hikoyasi haqiqiy dahshatli voqeaga aylanib ketgandek tuyuldi. Endi esa serial uchun asos sifatida foydalanilmoqda va u jazodan qutulib qoladimi? Hikoyani tomosha qilganingizdan so'ng albatta bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang. YouTube qonun qoidalariga ko'ra qurbonlar va topilgan jasadlar suratlarini joylashtirish mumkin emas. Shuning uchun videoni tayyorlash jarayonida ayni talablarga rioya etishga harakat qildik. 1996-yilning yozida Krasnodarda qizlar g'oyib bo'la boshladi. Birinchi bo'lib 25 yoshli Viktoriya Shvarts bedarak yo'qolgan. Ota-onasi tashvishga tushdi. Ularning qizi bir necha soatga ish bilan chiqib ketib, qaytib kelmagan. Qizga ijobiy tavsifnoma berilgan. Shuning uchun uning qochib ketganiga ishonish uchun hech qanday asos, sabab yo'q edi. 3 kundan keyin politsiya bedarak yo'qolganlik haqidagi arizani qabul qildi. Bir kundan so'ng bir necha bola Plodovorodnaya qishlog'i yaqinidagi o'rmon hududidan kuygan jasadni topib oldi. Shunday qilib, uzoq yil davomida fosh etilmagan, ehtimol Krasnodarning eng shafqatsiz manyagi haqidagi hikoya boshlandi. Va uni nima undagan bu ishlarga? Bugungi hikoyani tinglash davomida ayni savollarga javob topish mumkin. Topilgan qurbonning tanasiga hierogliflar chizilgan edi. U kuyib ketgan bo'lsa-da, bu haqiqatan ham bedarak yo'qolgan Viktoriya ekanligi aniqlandi. Uning buyumlari yaqin atrofga sochilib yotardi. Qiz tunalmagan, hatto yonida puli ham bo'lgan. Faqat arzon sirg'alar yo'q edi. Sud tibbiyot ekspertlari qizga tegajog'lik qilinmaganini aniqladi. U bo'g'ib o'ldirilgan, ustiga benzin quyilgan va yoqib yuborilgan. Ammo bundan oldin uning yuziga lab bo'yog'i bilan chiziqli aylana chizilgan. Qizga kuch ishlatilmagan. Deyarli barcha qimmatbaho buyumlari esa yonida. Unda bu qotillikka sabab nima? Hech kim belgi ma'nosini tushunmadi. Dastlab detektivlar Krasnodarda bir guruh paydo bo'lgan deb o'ylashdi. Tergovchi okkultizmga oid adabiyotlarni ko'rib chiqdi, ammo unga o'xshash belgilarni topa olmadi. Guvohlar, dalillar va gumonlanuvchilar yo'q edi. Ish boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Va shu bilan birga Krasnodarda qizlar g'oyib bo'lishda davom ham etdi. Ko'pincha bular turli sabablarga ko'ra har qanday transport vositasi, jumladan avtostop orqali ketishi kerak bo'lgan talabalar edi. Barcha g'oyib bo'lgan qizlar oxirgi marta avtobus bekatlarida ko'rilgan. Ammo haydovchilar va taksichilar bilan suhbatlar natija bermadi. Deyarli barcha qizlar Slavyanskiy tumanidagi avtobus bekatida g'oyib bo'lgan. 2 hafta o'tgach, Yelena Cherna Ivanovaning jasadi Laris qishlog'idagi sug'orish kanali qirg'og'idan topildi. Manzara o'sha edi. U bo'g'ib o'ldirilgan, ustidan benzin quyib, yoqib yuborilgan. Unga zo'ravonlik qilinmagan va yuzida yana o'sha belgi topilgan. Qurbonning tilla uzugidan tashqari barcha narsalari yonida edi. O'xshashlik yaqqol ko'rinib turardi. Tergovchilar boshqa g'oyib bo'lgan qizlar ham aynan shu manyakning qurboni bo'lishi mumkinligidan gumon qilishdi. Deyarli barchasi bir joyda g'oyib bo'lgan. Slavyanskiy tumanidagi Vitaliya Leneva ko'chasidagi avtobus bekatida. 2 jasad topilgach va yana bir necha kishi g'oyib bo'lgach, mashinalarni to'xtatib, yo'lovchi sifatida o'tirishni so'rash uchun bir guruh ayollar yo'llangan. 2 hafta davomida ayol politsiyachilar bu ko'chada haydovchilarni ovlashdi. Ular kalta yubkalar, yorqin lab bo'yoqlari va tilla taqinchoqlar taqishgan. Ammo buning foydasi bo'lmadi.
Bir yil o'tgach 1997-yilning kuzida Yelena Fedulova xuddi shu usulda notanish erkakning mashinasiga o'tirdi. Erkak qizni Krasnodardagi Slavyansk qabristoniga olib bordi va u yerda hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, unga hujum qilib bo'g'a boshladi. Vaqt o'tdi, ammo maniakning ishidan hech qanday dalil qolmasdi. Hech kim hech narsani ko'rmagan, hech qanday iz qoldirilmagan. Bu vaqt davomida ular motivni ham taxmin qila olishmadi. Bir narsa aniq edi. Shafqatsiz jinoyatchi mashinada harakatlangan. Va keyin 3 yillik sukunat. Albatta, ayollar g'oyib bo'layotganda, ammo ularning jasadlarini topa olishmadi. Shuning uchun ularni bu ishga bog'lay olishmadi. Tergovchilar jinoyatchining tirikligi yoki shaharni tark etgan bo'lishi mumkinligidan shubhalana boshladilar. Shunda qo'ng'iroq bo'ldi. Rostov shossesining 16-kilometrida bo'yniga sirtmoq izi tushgan qizning jasadi topildi. Zo'ravonlik belgilari yo'q edi, ammo jasad yoqilmagandi. Bu o'sha qotil yoki unga taqlid qiluvchi boshqa bir shaxsmi? Bunisi hozircha noma'lum. 2001-yilda bir necha oy ichida Krasnodarda yana 3 ta qiz g'oyib bo'ldi. Irina Nishchenko, Valentina Yakovleva va Yuliya Pavlova. Ularning barchasi uyga shoshilishayotgan va xususiy taksilarni to'xtatgan edi. Krasnodarda vahima boshlandi. Odamlar taksiga o'tirishdan qo'rqishdi va taksichi maniak haqida gapirishardi. Barcha jinoyatlar ehtimol bir kishi tomonidan sodir etilgani aniq bo'lgach, Krasnodarda eng yaxshi tergovchilardan iborat guruh tuzildi. Aynan o'shanda qotil taksichi maniak laqabini oldi. Bunga 5 yil kerak bo'ldi. Tergovchilar barcha haydovchilarni, jumladan ruhiy kasalliklari bor va kasallik bilan ro'yxatda turganlarni ham tekshirishdi. Uchburchak hosil bo'ldi. Krasnodarning Prikubanskiy tumani, Severskiy, Slavyanskiy, Krasnoarmeyskiy va Abinsk tumanlari. Agar chiziqlar chizilsa, uchburchak halqa yo'li hosil bo'ladi. Jinoyatchi shu hududda ishlagan. 2000-yilning bahorida Tatyana Drish ishga ketdi. U buvisi bilan yashardi. Buvisi uni kechqurun uyda kutayotgandi, ammo nabirasi qaytib kelmadi. Keksa buvi xavotirlandi, ammo kechasi uxlab qolganida eshik qo'ng'irog'i chalindi. Zinapoyada Kavkaz millatiga mansub gavdali erkak turardi. U Tanyaning pasportini Seleznyov ko'chasida topib olganini aytdi. Notanish odam ketdi va pensioner derazadan uzoqlashayotgan Volga mashinasini ko'rishga ulgurdi. Tanyaning jasadi ertasi kuni Krasnodardan 35 kilometr uzoqlikda drenaj kanalidan topildi. Belgilar o'sha edi. Bo'ynida sirtmoq izi va chizma. Zo'ravonlik alomatlari yo'q edi. Faqat bu safar taqinchoqlar bilan birga pasport va telefon ham yo'qolgan edi. Tergovchilar telefonni tekshirib, uning oxirgi 24 soat ichida 2 marta ishlatilganini aniqladilar. Sud tibbiyot ekspertlarining aniqlashicha, qiz bu vaqtga kelib allaqachon o'lgan edi. Detektivlar birinchi qo'ng'iroq Oksana ismli yosh ayolga va uning bolasiga qilinganini va u yashirin kuzatuv ostiga olinganini bilib oldilar. Ikkinchi qo'ng'iroq qilgan shaxs Krasnoya ko'chasidagi yirik kompaniyaning ofisida joylashgan edi. Bu tergovning yillar davomida erishgan birinchi muvaffaqiyati edi. U Tatyana Drish o'limidan oldin ishlagan binoning yonidagi binoda bo'lgan. Bu qotil va qurbon yaqin atrofda ishlagan yoki hatto bir-birini tanigan degan xulosaga olib keldi. Oksana kuzatuv ostida bo'lganida ikkinchi qo'ng'iroqni qilgan qo'shni kompaniya direktori Vaqtang Aryan uning oldiga borgani aniqlandi. Bu tergovchini hayratda qoldirdi. Chunki u taniqli tadbirkor va shaharda hurmatli shaxs edi. Ular uni tergov qila boshladilar va u doimo hamkasblarining ko'z o'ngida bo'lganini va kamdan kam mashina haydaganini aniqladilar. Uning o'z haydovchisi bor edi. Ko'p hollarda uning 100% gacha isbotlanuvchi vaji, bahonasi, asosi bor edi. Erkak jinoyatni ochishga yordam berishni chin dildan taklif qildi. Uni ayniqsa Drishning o'ldirilishi bezovta qilgan, chunki u yaqin atrofda ishlardi. Keyinchalik u tergovchilarga o'g'li Levon Aryan Tanyani oq Jiguliga o'tirayotganini ko'rganini aytdi. Levon Aryan ixtiyoriy ravishda tergov qo'mitasiga so'roqqa keldi. Tergovchining savollariga xotirjam javob berdi va o'ldirilgan Tanyani notanish oq mashinaga o'tirayotganini ko'rganini
So'ngra shahar markazidagi ko'chada ketayotib, qurbonniki bo'lib chiqqan hujjatlarni topib olganini aytdi. Biroq so'roq paytida tergovchilarga erkakning oq mashina haqidagi hikoyani o'ylab topgani ayon bo'ldi. U tushunarsiz narsalarni g'o'ldiray boshladi va bir payt juda hayajonlanib ketdi. Bularning barchasi albatta juda shubhali edi. U pulga yoki e'tiborga muhtoj bo'lmagan jiddiy odamning o'g'li edi. Shunda tergovchilar Levonning qotillikka aloqador bo'lishi mumkinligi ehtimolini ko'rib chiqishga harakat qilishdi. O'sha paytda erkak 31 yoshda edi. U navbatdagi so'roqqa chaqirilganida tergovchilar uni tuzoqqa tushirish uchun qotillikda ayblashga qaror qilishdi. Detektivlarning hayratini tasavvur qiling. Erkak buni inkor etmadi va keyin to'satdan Tanyaning qotilligini tan oldi. Levon Aryan uni mashinasiga aldab o'tkazgan, bo'g'ib o'ldirgan va keyinroq yoqib yuborgan. Jinoyatchining gapiga ko'ra, ular yo'lda qattiq janjallashib qolishgan. G'azablangan erkak mashinani to'xtatmasdan yo'lovchisini bir qo'li bilan bo'g'ib o'ldirgan. O'sha paytda jinoyatchining Volgasi Krasnodarning markaziga kirib borayotgan edi. Men chap qo'lim bilan rulni boshqarayotgandim. Uni ezib qo'ysam tinchlanadi deb o'yladim. Tanya xirillaganida og'zidan ko'pik va qon kela boshladi. Ko'p emasdi, men qo'rqib ketdim va mashinani uning uyi yonida to'xtatdim. U xirilladi, ko'zlari orqaga ketib qoldi. Hammasi tugagan edi deb keyinroq manyak so'roq paytida esladi. Qotillikdan so'ng Aryan qurbonning jasadini yo'lovchi o'rindig'iga qo'yib, shahar bo'ylab Znamenskiy qishlog'iga haydab borgan. Manyakning ma'lum qilishicha, sayohat paytida uni bir necha bor yo'l politsiyasi hujjatlarini tekshirish uchun to'xtatgan. Ammo yo'lovchisi ularning e'tiborini tortmagan. Bir marta hatto u avtostopchi erkakni ham olib ketgan. U ham hech qanday shubhali narsani sezmagan. Znamenskiyada manyak jasadni tashlab yuborgan. Uni yoqib, tuproq bilan ko'mib qo'ygan. Levon qurbonning pasporti va telefonini olgan. Uning yashash joyini tekshirgan va hujjatlar hamda telefonni Tanyaning uyiga olib borib, buvasiga topshirgan. Nega u bunday qilgani albatta sir bo'lib qolmoqda. So'roq paytida Aryan qizga pul evaziga yaqinlik taklif qilganini aytadi. U rozi bo'lgach uni bo'g'ib o'ldirgan. Uning so'zlariga ko'ra, u buni qiz xohlagani uchun qilgan. U odamlar pul sabab gunoh qilaveradi deb ishongan. Gumonlanuvchi boshqa jinoyatlar haqida ham gapirdi. U o'ldirishdan zavqlanardi va keyinchalik buni yorqin tafsilotlar bilan hikoya qilib berdi. Levon Aryan qidiruvdagi jinoyatchining profiliga juda mos tushardi. O'z transport vositasiga ega, Krasnodar o'lkasi bo'ylab ko'p sayohat qiladigan jinsiy ojiz erkak. Bundan tashqari, Levon avval ham gumonlanuvchi sifatida politsiya nazoratida bo'lgan. Ammo asosiy savol shuki, nega u doimo javobgarlikdan va shubhadan qutulib qola olgan? Ko'pchilik bunga uning badavlat va nufuzli otasi sababchi deb hisoblaydi. Aryan 1970-yilning 27-aprelida Tolyatti shahrida arman millatiga mansub oilada tug'ilgan. Uning singlisi bor edi. 1970-yillarning oxirida uning oilasi Kuybishev viloyatini tark etib, Krasnodarga ko'chib o'tgan. Aryanning otasi Vaqtang Aryan Sovet davrida savdogar bo'lgan. Otasining muvaffaqiyatiga qaramay, u bolaligi va o'smirligini ijtimoiy noqulay muhitda o'tkazadi. Erta yoshdan unda deviant xulq-atvor va ruhiy kasallik belgilari namoyon bo'la boshlagan. 1981-yil mart oyida u ruhiy salomatlik klinikasiga yotqizilgan va u yerda psixiatrik tekshiruv unga paranoid shizofreniya tashxisini qo'ygan. Aryan Krasnodardagi 25-sonli maktabda o'qigan. Yoshligida u umid bilan yashardi. Maktabda ancha yaxshi o'quvchi bo'lgan, ammo boshlang'ich maktab oxiriga kelib vaziyat keskin o'zgargan. O'smir beparvo bo'lib qolgan. Uning baholari pasaygan, xulq-atvori muammoli bo'lib qolgan. O'qituvchilar uni doim tanqid qilishgan va maktabni bitirayotganida unga salbiy tavsifnoma berishgan. O'smir jismonan faol hayot tarzini olib borgan, ammo o'qishga qiziqish bildirmagan. O'qituvchilar shuningdek unda mantiqiy fikrlash yetishmasligi, diqqati tarqoq va qat'iyatli emasligini qayd etishgan. 1980-yillarning o'rtalarida Aryanning ruhiy salomatligi keskin yomonlashdi.
novcha va sportchi bo'lgan Aryan boshqalarga nisbatan tajovuzkor, xulq-atvor ko'rsata boshladi va bo'sh vaqtining ko'p qismini bezorilar va jinoyatchilar davrasida o'tkazdi. 1986-yilda Aryan tramvay konduktoriga qurolli bosqinchilikni sodir qilib, uni pichoq bilan qo'rqitib, daromadini tortib olgan. Hibsga olinganidan so'ng Aryan sud tibbiyot ekspertizasidan o'tdi va u aqldan ozgan deb topilib, psixiatriya klinikasiga majburiy davolanish uchun yuborildi. Bir necha oylik davolanishni tugatgandan so'ng Aryan ozod qilindi va Krasnodardagi ota-onasining uyiga qaytdi. 2 yildan so'ng u tengdoshlari bilan sodir etgan talonchilik uchun yana hibsga olindi. Biroq sud tibbiyot ekspertizasi paytida u yana aqldan ozgan deb topildi. Bir necha davolanish kursini tugatgandan so'ng atigi 3 oy o'tgach, komissiya yana Aryanni aqli raso va jamiyat uchun xavf tug'dirmaydigan deb topdi va uni yana ozod qilishdi. Ozodlikka chiqqanidan bir necha oy o'tgach, bo'lajak seriyali qotil aftidan jazosizlikni his qildi va 1 yildan sal kamroq vaqt o'tgach, u bir qizga tegajog'lik qilish aybi bilan hibsga olindi. Biroq ruhiy kasalligi tufayli u yana jinoiy javobgarlikdan ozod qilindi. Tergovchilarga ko'ra, Aryan juda novcha va jismonan baquvvat bo'lgan, ammo ayollar bilan muammolari bo'lgan. Yigit barcha ayollarni sotqin deb hisoblay boshlagan. Bir kuni Levon Oksanani sevib qoladi. U ham uning tuyg'ulariga javob qaytaradi. Bir paytlar ular hatto birga yashay boshlashadi. Yigit hayotini u bilan o'tkazmoqchi edi, lekin qiz undan ehtiyot bo'lardi. Chunki u ko'pincha tajovuzkor va nazoratsiz bo'lardi. Uni faqat otasi Yaxtang Aryan to'xtata olardi. Qiz buni bilar va yordam so'rab unga murojaat qilardi. Bir paytlar bu o'zaro munosabatlar nimadir kattaroq narsaga aylanib ketdi va Oksana otasi bilan yaqinlashib, u bilan munosabat boshladi. Levon buni sezib qolib, qizni kuzata boshladi. Shu tariqa u Oksananing otasi bilan uchrashayotganini bildi, lekin bu borada hech narsa qila olmadi. Ertasi kuniyoq u yo'lda ko'rgan birinchi qizni mashinasiga o'tqazish uchun to'xtadi va o'zining birinchi qotilligini sodir etdi. Bu safargi qurbon institutda kech qolib, uyiga shoshilayotgan talaba Viktoriya edi. U qizni Kubandagi Slavyansk tomon olib ketdi, lekin u manziliga yetib bormadi. So'roq paytida Aryanning o'zi shunday ko'rsatma bergan. U mashinani o'rmonli hududda to'xtatib, Viktoriyani tortib tushirgan va undan sevgi qancha turishini so'ray boshlagan. U o'zini sanitar deb hisoblagan. Agar qiz qo'rqqanidan bo'lsa ham pul olishga rozi bo'lsa, u qizni o'ldirgan. Levon qurbonlarini dalalar orqali olib o'tib, ularni tashlab yuborish uchun joy qidirardi. Uning o'zi aytishicha, tuproq va suvni ifloslantirishni istamagan. Chunki u yerda hayvonlar oziqlanadi va murda zahari suvni zararlashi mumkin edi. U Viktoriyaning lab bo'yog'i bilan o'zi o'ylab topgan belgini chizgan. Bu sanitarning belgisi edi. U esdalik sifatida sovg'a, taqinchoq olgan. Mutaxassislar Levonning jinsiy hayotda ojiz ekanligiga amin edilar. U hatto pul evaziga ham ayollar bilan birga bo'la olmasdi. Bu holat uni ezib yuborgan va barcha qotilliklarning asosiy sababi ham shu edi. Aryanning otasining hamkasbi bergan ko'rsatmalariga ko'ra, o'g'li uning uchun katta bosh og'riq bo'lgan. Shuning uchun u o'g'lini yonida olib yurib, haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa ham haydovchi qilib ishga yollagan. Har ehtimolga qarshi Levon doim yonida haydovchilik guvohnomasisiz mashina haydagani uchun to'langan 100 rubllik jarima kvitantsiyasini olib yurgan. Aryan hatto ba'zi qurbonlarga laqab qo'yishga ham ulgurgan. Masalan, tergovchi 2001-yildagi qurbonlardan birining tashqi ko'rinishi qanday bo'lganini so'raganida, u xotirjamlik bilan Barbie qo'g'irchog'i deb javob bergan. Bu Yuliya Pavlova edi. Yo'lda qiz samimiy bo'lib, unga noqonuniy moddalarga qaram bo'lgan yigit haqida aytib bergan. U onasi bilan maslahatlashgandan so'ng munosabatlarni uzgan va yozni undan uzoqda, qishloqdagi buvasining yonida o'tkazishga qaror qilgan. Levon uni o'sha yerga olib borgan. Pavlovaning qoldiqlari u hibsga olinganidan keyin quruq o'tlar orasidan topilgan. Tergov davomida Aryan qotilliklar, qizlarni qanday bo'g'ib o'ldirgani va jasadlarni qayerga yashirgani haqida juda xotirjam gapirgan. U o'zini haq deb hisoblab, shaharni tozalayotganiga ishongan. Yana bir tafsilot tergovchini hayratda qoldirdi. Manyakning o'z so'zlariga ko'ra, qurbonlarning aksariyati u ularni yoqib yuborganida tirik bo'lgan.
Albatta o'sha paytda uning da'volarini isbotlashning imkoni bo'lmagan, ammo bunday taqdirga duch kelgan qizlar qanday azoblarni boshdan kechirganini o'ylash albatta dahshatli. Aryan qurbonlarining haqiqiy soni ko'plab bahslarga sabab bo'ldi. So'roqlar davomida maniak tergovchilar bilan hamkorlik qildi va jinoyatlarni ochishga faol yordam berdi. U qotilliklarni mayda tafsilotlarigacha, o'ldirilgan qizlarni, ularning tashqi ko'rinishini, soch rangini, kiyimlarini va shaxsiy hayotlaridagi holatlarni tasvirlab berdi. Oxir-oqibat Levon Aryan 17 ta qotillikka iqror bo'ldi va Krasnodar o'lkasi prokuraturasi vakillaridan 1996-yil yozidan 2002-yil martigacha bedarak yo'qolgan yoki o'ldirilgan holda topilgan barcha qizlarning vizual identifikatsiyasi uchun fotosuratlarni taqdim etishni talab qildi. 2002-yilning kuzida tergov tajribalari davomida Levon Aryan tergovchilarga bir nechta qurbonlarning jasadlarini tashlab yuborgan joylarni ko'rsatgan. Ba'zi qotilliklardan bir necha yil o'tganligi sababli Aryan ko'rsatgan joylardan faqat skelet qoldiqlari topildi. Ammo uning qotilliklarni sodir etganiga oid aniq dalillar yo'q edi. Oxir-oqibat otasining advokatlari aralashgach, Aryan o'z ko'rsatmalaridan voz kechdi. Tergovchilar qiyin ahvolga tushib qolishdi. Ko'pgina jinoyatlardan bir necha yil o'tgan edi. To'g'ridan-to'g'ri dalillar yo'q albatta. Hamma narsa faqat Levonning o'z ko'rsatmalariga asoslangandi. Ammo bunday tafsilotlarni faqat qotilning o'zi bilishi mumkin edi. Shunga qaramay, sud faqat 5 ta qotillikni isbotlay oldi. Ammo bu ham umrbod qamoq jazosi uchun yetarli bo'lardi. So'roq paytida maniak jinoyatlarni sodir etishdagi asosiy sababi ayollarga bo'lgan nafrati ekanligini aytdi. Chunki u ayollar bilan munosabatlarda qiyinchiliklarga duch kelgan. Erektil disfunksiyadan aziyat chekkan va o'zini jamiyatni tozalovchi ijtimoiy sanitar deb hisoblagan. Bularga pul evaziga yaqinlikka rozi bo'ladigan va axloqsiz bo'lgan ayollar kirardi. Biroq ish sudgacha yetib bormadi. Shifokorlar yana bir bor Levon Aryanni aqli noraso deb topdilar. Unga shizofreniya tashxisi qo'yilib, sud uni majburiy davolanishga yuborish haqida qaror chiqardi. Eng qizig'i, Levon Aryan qamoqqa yuborilmasligini anglaganida darhol 30 dan ortiq qurboni borligini da'vo qila boshladi. U hatto majburiy davolanish paytida shifokorlarga qayerda va kimni o'ldirganini aytib bergan. Biroq uning ko'rsatmalariga ko'ra boshqa qoldiqlar topilmadi. Uning otasi Vardan Aryan 1992-yilda o'zi asos solgan kompaniyaga rahbarlik qilgan. Kompaniya savdo, qurilish va boshqa ko'plab faoliyat turlari bilan shug'ullangan. 2022-yilda sud jarayonida bo'lgan uning kompaniyasiga oid ish materiallarida katta Aryanning o'lim to'shagida ekanligi qayd etilgan. Sud ishlari uning qiziga o'tkazilgan. Bu yil Levon Aryan 55 yoshga to'lgan bo'lardi. G'alati, albatta, lekin uning hayotida nima bo'lgani noma'lum. U ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqarilganmi yoki hali ham tirikmi? 2006-yilgi hujjatli filmlarda uning shifoxonada ekanligi aytilgan. Ammo hozir u qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Ehtimol vahshiy maniak allaqachon ozod qilingan va o'z ismini o'zgartirgandir. Jinoyatchi haqidagi so'nggi ma'lumot 2012-yilda u majburiy davolanishda bo'lganida qayd etilgan xolos. U haqida bir nechta hujjatli film suratga olingan. Xususan 2005-yilgi Sevgi bahosi seriyasidan Kuban bo'g'uvchisi hujjatli filmi va 2006-yilgi Qonundan tashqaridagilar seriyasidan Zaharli sevgi filmi. Yaqinda Fisher serialining 2-mavsumi chiqdi. Unda Levon jinoyatchining prototipi bo'lgan. Maniakning seriyali qotildan nima farqi bor? Seriyali qotilning jinoyati uchun sababi bo'ladi albatta. Masalan, kimnidir tiriklayin o'ldirish. Maniakning esa o'z maqsadi bo'ladi. Ular o'z qurbonlarini ma'lum xususiyatlarga ko'ra tanlaydilar. Noyob belgini qidiradilar. Jinoyat sodir etish orqali maniak keskinlikni va ichki noqulaylikni yengillashtiradi. Lekin bu faqat vaqtinchalik ta'sir ko'rsatadi. O'ldirishga bo'lgan istak yana uyg'onadi. Shuning uchun umid qilamanki, agar Levon tirik bo'lsa, u umrining oxirigacha qattiq nazorat ostida saqlanadi.